Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Videorolikimiz Chakka Parnikdamiz. Ko'p odam biladi, Turk bozor. Yana Turk bozorining yonida 2 etaji 150 metr kvadrat hovli joy chiqdi. Nima biladi ko'p odam. Shundan chepa ketsa Zapchas bozor, o'ngga ketsa Sputnik. Banimiz Chakka Parnik, hurmatli obunachilar. Yana endi avvalgi ayollar magazini shu yerda 2 qavatli Qani getdik ko'chatdan danışib o'tamiz. Hamma o'ja qulay. Ya'ni ustalarimiz ham chot kesat tutdi, o'tib ketib. Qishda xudo xolasa sovuq bilasizlarmi, chotki variant qilib tanlayning. Shu yerda ikkinchi joyimiz sotiladi, hurmatli obunachilar. Mana kuzatib o'tamiz. Birinchi, shu ikkinchi navesda joyimiz sotiladi, hurmatli obunachilar. Yo'ldan gidaydi bir 20 metr girdik, hurmatli obunachilar. Ulgurib qolinglar, Pramoy egadan mulk egasining nomerini qo'yamiz. Mulk egasining nomeri 91 bilan 423 52 51. Suv toshkalari chiqqan, polnitsi soqillari mramor bo'lgan, gul otizini ega ekan. Bundaning navis. Mashin qo'yadigan joyi bor, kolodislar eldine chiqqan, travitellar urilgan, alifanlar ham qilingan. Sho'tchiklarimiz qo'yilib turibdi. Qani ketdik. Beram mramorlar qilingan stupinga. Bismillah deb boshlaymiz, xudo xolasa. Berimiz dalan qismimiz, hurmatli obunachilar. Berimizning kafelar urilgan, xonalarimiz o'rni отдельный avtomatlashtirilgan. Mo'ykalar ham qo'yilgan, suvda muammo yo'q. Berimiz dalanimiz sal kichikroq, lekin zali katta ekan, hurmatli obunachilar. Dalanimiz razmeriga bo'lmasak 3,5-6 metr. Endi eshiklar qo'yilgan, narishlik qaramolari qo'yilgan. Berimiz zal qismimiz ekan, hurmatli obunachilar. Zalimiz razmeridan qarasak 4 salkam 7 metr. Konditsionerlar, pardalar, gilamlar qo'yilgan. Ayrim jihozlari qaladi ekan, hurmatli obunachilar. Pramoy egadan o'zlaringiz urib, to'g'ri sodalasa olasiz. Hujjatlar tayyor, hech qanday aybi yo'q. Ma'lum bir sabablarga ko'ra sotadir. Shuning uchun mulk egasining nomerini qo'yamiz. Nav qoladi, nav yetadi, o'zingiz gaplashib olaverasiz bemalol. Gelib ustida savdolashingiz mumkin. Berimiz oshxona qismimiz, bu yerda miyahkalar qo'yilgan, gilamlar döşalgan, kuxinyalar ham qo'yilgan, hurmatli obunachilar. Patologimizdan tejjon patolog, galagellar ham qo'yilgan. Berimiz yangi zamonaviy otoplanamiz. Berimiz kichkina bog'chamiz. Qolgan, hurmatli obunachilar. Bog'imiz ham mana shoshib pishiradigan joy. O'zingizga qulay qilib kladovka qilsangiz ham bo'laveradi. Hamma joy qulay ekan, hurmatli obunachilar. Yerda gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Transport bo'yicha muammo yo'q, hurmatli obunachilar. Berimiz spalni qismimiz. Spalnimiz razmeri 3,5 ekan. Jalyus perdalar ham qo'yilgan. Hamma joy qulay. Berimiz sanuzel. Aristonimiz qo'yilgan. Yerda hatto radiator ham bor, unitazimiz, vannamiz, umbanliklarimiz ham qo'yilgan. Hamma joy qulay, hurmatli obunachilar. Ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Plyutuslar ham polni taqilgan. Berimizning dalan qismimiz. Uch xonamiz bor. Spalniya usti spalniya ekan. 3,5. Sharoit yaratib qo'ydilar. Ikkinchi etajimiz plita bilan bosilgan. Yuqori og'ach ekan. Berimiz ham spalniya. Perdalar, lyustra, g'olalar. Spalniya komplektlar ham qo'yilib turibdi. Hamma joy qulay. Joyimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas. Berimiz yana bir zal joyimiz. 4,7. Narxini yig'ilgan bo'lsak 660 million so'm. Hurmatli obunachilar, ulgurib qolinglar. Срочный zudlik bilan Pramoy egadan.
nomerli ekranlarda kaldıramiz. O'zingiz gaplashib olasiz. Keyingi roliklarda görüşürüz. Sağ olun.